Daryo nima uchun agri-bugri bo'ladi? Uchiquvchisiz aeroplan va xaridadan foydalanib biz yuqori bo'shliqdagi ko'rish nuqtasidan zamonga nazar sola olamiz. Bu chog'da agar ko'rinishni o'rkashlab eqiyotgan daryo iqimiga markazlashtirsak, ajoyib bir qonuniyatni bayqaymiz. Daryo yo'lining ko'pinchisi agri-bugri. Davlatimizning Xuanxa daryosining yuqori iqindagi Tanki va Changjiang daryosining o'rta iqindagi Jinjiang daryosida mushundoq ajoyib manzara bor. Undaqda masala chiqdi. Nima uchun ko'p sonli daryolar agri-bugri bo'ladi? 1926-yili Einstein bir parcha ilmiy maqola yozib, daryoning agrilik masala ustida izlangan. Maqolada bir qisqarliq turmush hodisasi, choy paradoksi tilga olingan. Ya'ni cho'ki bilan bir istakandagi choy suyini aralashtirib, birdam jim turgandan keyin ostini ko'zitamiz. Qoida bo'yicha aytganda choy yo'pirmoqi markazdan qochma kuchning ta'siriga uchrab, istakandagining garvakiga joylashgan joyda bo'lishi kerak. Lekin real ahvol shuki, choy istakanning ostiga yig'ilib qoladi. Chunki cho'ki bilan suvni aralashtirgandan keyin biz ko'radigan chambarsimon eqish yuz berib qolmay, suv yuzi ostida amaliyotda yana yushurin iqim mavjud, qaynam suvni farqini keltirib chiqaradi. Besim gradiyentini shakllantirib, uning ustiga surkilish kuchining istakan ostidagi markazdan qaytish kuchiga bo'lgan ta'siri qo'shilib, buning bilan istakanda markazdan sirtqa qarab to'g'ri yo'nalishlik aylanma iqim shakllanadi. Uning choyga bo'lgan ta'siri markazdan qochma kuchdan cho'ng, ammo eg'irlik kuchidan kichik. Shunga istakanning ostiga yig'ilib qolgan choyni ko'rgili bo'ladi. Bir daryo iqimiga nisbatan yer shaklining egizpastlik hayvonlarning qo'shilishi, yer qatlamining uzilishi qatorliqlar. Daryo yo'lining ikki tarafidagi yer shaklining egizpastlik farqini nihoyat osonlikla keltirib chiqaradi. Bu daryo suyida aylanma iqim shakllantiradi. Vaqtning jo'g'ilinishiga ergishib, daryo yo'lining bir tarafi yalinib, o'yman qirg'oq shakllanadi. Yana bir tarafidagi laytopalar istakan ostidagi choyga o'xshash uzluksiz yig'ilib, ko'pingi qirg'oq shakllantiradi. Mushundaq takrorlanib, shuning bilan daryo yaqinining birinchi agmisi shakllanadi. Yana bir tarafdan Petnay qirg'oqdagi iq surati bir qadar cho'ng bo'lg'achqa, bo'rtma agmining surati bir qadar kichik bo'lib, nihoyat osonla yana bir burilishni keltirib chiqaradi. Uzun yillar o'tib shakllangan aylanma yo'llar borgan sari ko'paydi. Albatta, daryo yaqini tuzam agri bo'lib qolmay, egilib tuzilishdek oz suradigan ahvollarmi ko'riladi. Daryo yo'lining ichki agri qismi ma'lum darajada yalanganda tutishib ketadi. Loyilatqilarning dövlanishiga ergishib, ko'p qism daryosiga eqib o'tgan qadar voz kechgan agri yo'l qismi Yilal oyga o'xshash bo'yin to'riqsman ko'l hosil qiladi. Elimizning ichki Mo'ng'oldagi ikkinchi cho'ng ko'l Ulan Suqay, Xuanxa daryosining qadimki yo'ldan o'zgarib kelgan. Daryo yaqinlarining taraqqiyot musobaqasini tushungandan keyin hayron qilishdan saqlangan bo'lmaydi. Kishilik hayotda ba'zi egizpastlik va egri to'qayliqlardan saqlangan bo'lmaydi. Undaqda halokat yo'lining orqasiga o'qitilgan nijotlik yo'li yushirilgan bo'lamdi. Sinchiq salonning bu son mazmuni musharraf yapashdi. Agar Sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz ham Sinchiq salonning taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini